Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoroligimizda chel buzadigan lapotkamiz bor edi, bilsalaringiz. O'shani obzorini ko'rib o'tamiz. Bu oddiy chel buzish uchun taxlangan do'stlar. Faqat bir yilda bir marta bahor oyida ishlaydi. Hozir bu 3-marta o'tishlari. 3 marta o'tganda chel tep-tekis bo'ladi. Hozir mana video davomida qanday yerni chetiga qumlarni olib tashlayotganini ko'rasiz. Hozir biqinida qolayotgan qumlar esa barana bilan o'tgan vaqtda tep-tekis bo'ladi albatta. Ushbu yumezamiz bilan buzyapmiz bu yerlarni. Bir kun tinimsiz ishlasak 40 litr rasxod bo'lyapti do'stlar. Ya'ni og'ir ish. Panejinni uch bilan ishlayapmiz. Mana shu ko'rinishda do'stlar. Qum olib tashlashlarini ko'ryapsiz. Ikki biqini ochib qo'yilgan. Shu qumni ikki biqinga olib tashlayveradi, mana ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, albatta video davomida kechqurun ham ishlaganlarimizni qo'yamiz. Albatta like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Sizni bosgan layklaringiz biz uchun juda ham muhim. Mana do'stlar, rezultat. Yerdan pashta sal chuqurroq desa ham bo'ladi. Ya'ni bu holga kelish uchun 3 marta o'tadilar. Bu yoqdan bu yoqqa. 3 marta u yoqdan bu yoqqa o'tadilar. Ana shunday chellar buzilibdi. Bugunga esa ish bitdi. Traktorni fermerni uyiga qo'yib, endi uyga ketamiz. Mana biz andamascha. Hozir bizlar Valpash Peshko tumani, Buxoro viloyati Peshko tumani Valpash qishlog'ida bizlar. Paxta ekinga tayyorgarlik ketmoqda. Hozir ko'rayotgan masalan traktorni tepasiga zanjir bilan bog'lab qo'yilgan kovush. Chunki silindrlar tashlavyapti do'stlar. Silindrlar tashlavyapti, o'sha uchun ildirib qo'yganmiz, yaxshi turishi uchun.